Onkologiya, azizlarim, bu kasallik ko'p ayollarga vabo bo'lib qoldi va juda ham keng tarqalib ketdi. Demak, yaqin kunlarda mani podpisчицам men bilan birgalikda 3 oy davomida zamasливание qilib yurgan. Zamasливаниеda zaytun yog'i ishlatilmaydi. Zamasливание qilayotganda oshqovoq danagini yog'i, rastoropsha yog'i, zig'ir yog'i, ya'ni lion yog'i ishlatiladi limon bilan. Hech qanaqa lecheniya olmasdan, ko'p lecheniyalar ta'sir qilmaganligi uchun shunaqa zlokачественный mastopatiyalari bo'lgan ko'krakning tepa qismida va u kuydirib og'rirdi deydi. Birinchi oy og'riq yo'qolib u qattiq bo'lar ekanda, sekin yoyila boshlagan. Bugun o'ziga borsalar, tuguncha juda ham kichkina razmergacha tushib ketgan. Yana nima deydi, meni o'zimga bu xabarni aytishmadi-yu, yana ularning bitta tanishlari nimada bo'g'izlarida his qilgan ekanlar. Ular imенно щитовидный железада uzellarni so'rilishi yuz bergan. Lekin ular faqat oshqovoq danagini yog'ini ichib yurgan ekanlar. Azizlarim, adashmaymiz. Olivkovoy yog' emas, olivkovoy yog' juda ham kaloriyli, lekin oshqovoq danagini yog'i sinkka boy bo'ladi. Keyin zig'ir yog'i omegaga boy bo'ladi. Rastoropsha jigarni zo'r foydali deman. Shu 3 ta yog'ni ishlatib yuraman. Mana Ramazonda ham mukammal tozalanish qilib olaylik deb sizlarga postlarga ham qo'yib beraman. O'zi bunaqa retseptlarni hech ham postga qo'ymasdim. Keyin mana buni ichishimdan oldin aralashtirib yuboraman. Limonga ozgincha oksus solsak bo'ladi. Men uchlada turaman deb aralashtirib yuboraman. Zavtrak qilaman, azizlarim, zavtrak emas, saharlik qilaman. Bulardan keyin yana bitta ichadigan narsalarim bor. Ichni tozalaydigan nima, naturalniy yoki smuzi ichaman, yoki chia ichaman, yoki zig'ir urug'larini qattiq aralashtirib ichaman. Keyin kollagen ichaman, домашний. Hammasini orasini 15 minut interval saqlayman. Bitta yog'i va xlero ichaman. Yog'dan keyin srazu jigar tozalovchi batlarni ichaman-da, keyin o'sha nima deydi, kishishnikka yordam beruvchi kletchatkalar ichaman. O'sha bilan birgalikda почти kollagen ichaman. Kollagen meniki домашний, retsepti aktualniyda bor. Ertalab, muzxonaga solganingizda xolodilnikka mana shunaqa xolesterinni ajrab qoladi. Keyin mana ko'pchilik menga savol berdi, aynan smuzilar masalasida. Nigina deydi, biz smuzi ichamiz, lekin boshida ta'sir qiladi, keyin ta'sir qilmay qo'yadi. To'g'risi, buni kimik jarayon bo'yicha men tushuntirib bera olmayman. Shuning uchun men har kuni har xil kletchatka ichaman. Smuzini ozish uchun ichmaysiz. Smuzilar sizlarni ichinglarni shilib yaralamasligi kerak-da. Shuning uchun har xilini ichib yurish kerak. Bir kun, masalan, kivi, ismaloq, yashil olma qildinglarmi? Ikkinchi kuni chiya bilan qattiq ichinglar. Uchinchi kuni masalan, lavlagi, smorodina, olma qilib ichdinglarmi? To'rtinchi kun qattiq bilan zig'ir ichinglar. Ya'ni har xillarni qilib yursanglar, xatib yashil smuzi ichursangiz, ichinglarni yallig'lantirib yuboradi. Unaqa qilmanglar. Tozalovchi narsa bu kletchatka. Kletchatkaga boy mahsulotlar deb internetga qo'ysanglar, retseptlar ham tuz beradi. Bitta retsept qilib yurmanglar. Siri shu. Shunaqa ichinglar zo'r tozalanib, yallig'lanmasdan, vitaminlar qabul bo'lib tushadiki, buni yillar davomida opit qilib sizlarga bo'lishyapman. Mana shunaqa gaplar. To'ys mana shu saharlikdan oldin bunga 3 ta bat va nima deydi, bitta kletchatka qo'shiladi. Keyin esa oqsillarga boy zavtrak qilinadi.